5%dan ikkita, 2% 16 genotip. 18-45 dan boshqa hamma genotiplari bor bu yerda. VPChni onkogenli shtammi. Miqdor rol o'ynamaydi bizaga. Oldingi safar kamaydi, bu safar ko'paydi degan narsa yo'q. Miqdor emas bizaga, kачество rol o'ynaydi. Bundan ko'p daraxt bo'lib ketadi, ko'plar kanziloma holatida keladi, ochib даже kuydirishning imkoniyati bo'lmaydigan holatlarda kelishadi. Lekin analiz topshirganda отрицательный chiqadi. Kimlardir keladi, qildevorlari toza, kanziloma yo'q, bachadon bo'ynida nomiga qizarish yoki bachadon bo'yni toza bo'lishi mumkin va VPC положительный chiqishi. Shuning uchun miqdor emas, kачество rol o'ynaydi. Hozir ikkitagina genotip 16 tadan ikkitadan tashqari 14 ta genotipi bor. Mana bu sifra rol o'ynaydi. Chunki bu yerda 5%, 2% bu kam miqdorda kolичество beryapti. Bu vaqt o'tsa kattalashadi. Qonda baribir titri bor bu narsa. Yildan yilga xavfli holatga olib kelaveradi bu. Ya'ni xavf tug'diraveradi organizm uchun. Hech qayerda yozib qo'ygani yo'q, bu 10 yildan keyin bachadon bo'yni rakiga olib keladi, yo'q 5 yildan keyin bachadon bo'yni rakiga olib keladi. Tezlashtiradigan holatlar VPChning положительligi jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar. Ureplazmoz, mikoplazmoz, xlamidioz, deymiz. Mana shu infeksiyalar bu prosesni tezlashtirib beradi. O'shaning uchun o'tgan gal kelganimda kamayib qopti, bu gal kelganimda qanaqa ekan, ko'paymabdimi deb buni olib yurganimizdan to'q yo'q. Birinchidan o'zimizning halovatimiz yo'qoladi. Nimadir bo'lib ketmadimikin. Ikkinchidan bu borgan sari titr o'ynaveradi, ko'payaveradi. Mana bachadon bo'ynidagi holat chuqurlashadi. Endi rak sheyki vaqti bo'lishi uchun faqat o'sha qizargan joyni o'zini holati emas, yildan yilga rak bo'lishi uchun displaziya chuqurroq holatlarni bosib o'tish kerak. Xo'p, 3-6 oyda ko'rinib turganimiz bilan qani yo'q bo'lib qolsa, qonda titr bor. Baribir o'sha oxiri xirurgiyaskiy yo'l va undan keyin ham biz har 6 oy, 1 yil ichida yana olib, yana titr nazorat qilamiz. Qancha titr bordi и protivirusni terapiya qondan ushlab turishi mumkin. Hozir senda bu narsa turgani uchun men protivirusni ichiga qilganim bo'lsa. Okivalik hali shu etapga yetib kelganimiz yo'q. Chunki olmadik.